Voya Free Apollo Touch. Brembo diskali, qora salon, alkantarali, bilaga qurilgan shim. Полная русификация bo'ldi. Голосовое управление bo'ldi. Launcherlar bo'ldi. Bu tomon, YouTube bo'ldi. Голосовое управление da endi bilasizlar, aytgan narsani qilib ketaveradi. Radioni ochib beradi. Misol uchun любой narsa aytasizlar. Выключи фары. Fari avto. Ko'rasizlar, o'zi hamma narsani qilyapti. Kerakli приложение hammasini yozib berdim. Klaviaturalar полностью inglizcha, ruschada bo'ldi klaviaturada. Также YouTube'lar, o'chmaydigan YouTube'lar полностью ishlab ketaveradi. Misol uchun ko'rib ketaverasizlar, bemalol multfilmlar bolalarga qo'yib berasizlar. Pastga tushsanglar pastga tushadi. Salovozini pasaytiraman. Pastga tushsanglar katta bo'ladi. Maqsadi полный экран bo'ladi. Если не подпишешься, я приду за тобой. В натуре. Buni ovozi qoldi. Bemalol ishlatib ketaverasiz. Также tabloga navigatorlarni qo'yib qo'ydim. Tabloga navigatorlar bilan gaplashib ketaverasizlar. Misol uchun nimaga udobniy? Bu yoqda YouTube ko'rib ketasizlar, bu yoqda navigator bo'ladi. И также bularda память сиденияlar bo'lmaydi. 3 ta положениyalar память сидения qilib qo'ydim. 3 marta 3 ta odamga память сидения bo'ladi. Kerakli именно hamma приложениyalar yozildi. Hammasi rusifikatsiya bo'ldi. Shtorkalar, настройкалар, ko'rasizlar, hammasi mana rus tilida. Kerak bo'lsa, garantiyasi bilan kelsanglar qilib beraman. Voya Free Apollo Touch. Voya bo'ladimi, Lisang bo'ladimi, BYD bo'ladimi, Chang'anli bo'ladimi, Depalli bo'ladimi, kelaverasizlar.